Ha yigitlar, kelinglar qoni. E'tibor bermaysizlar. Musofirchilik yig'ishtirilmaganroq bo'lib turibdi endi. Qani, amin. Ha yigitlar, qayerdansizlar endi? Surxondaryodan Surxondaryodan. Zemlak. Men ham Surxondaryodan, Boysundanman. Sizlar qayerdansizlar? Denodanmiz. Deno Kenagas degan joydan, qishloqdanmiz. Denovdanmi? Ha. Qani, oling qoni Zemlak. Ha yigitlar, shunaqa qilib Zemlakman denglar. Qanday shamol uchirdi bergasizlarda? To'qlikka sho'xlik qilib keldik aka. Qo'y boqib yuruvdik Surxondaryoga. Bir do'stimizga surpriz qilamiz deb keldik. Mana shu ahvol. Telefonni ko'tarmayapti, nima qilishni bilmadik. Bir akadan so'raldik, mana shu yoqda olib keldilar. Ish bor deb. Hozir keldik mana endi. Nasib bo'lsa, Xudoning o'zi sizga yetkardi. Aka-uka bo'lib ishlaymiz endi nasib. Akamning ismi qanday? Uylanganman, 4 ta farzandim bor. Bu do'stim Otabek. Hali uylanmagan bo'ydoq. Va shunaqa. To'g'rikka sho'g'lik qilib keldik. Shunaqa denglar. O'rtamizda surpriz qilamiz dedik, surprizimiz chiqyapti. Mendan so'rasalaring, men ham ancha yildan beri shu yerdaman. Meni 4 ta qizim bor. Ikkitasini uyli joyli qildim. Bittasi mana maktabni уже bitiray deb qoldi. Kichkinasi holi yosh, 6-sinf. Anchadan beri sherga ekaningizda bo'lmasa aka. Ha, men ancha yerdan beri shu yerdaman. Aka, mana so'raganda ismingizni ham so'ramabmiz. Meni Maxsud og'a deb chaqiraveringlar. Yigitlar, qorinda to'yg'azinglar, bu narsa yenglar. Hozir men sizlarga bir qanroq kiyim beray. Stroyka bor, bir kiyimlarim bor. Shularni men sizlarga berayin. Yigitlar. Yigitlar, mana sizlarga bir qanroq kiyim berayin. Rahmat aka, boringizga shukur. Kiyinib ollaring. Bu yerlar sovuq. Hozir men sizlarga kaska berayin, shoshmanglar. Kiymasalaring ishtiroq qiladi. Buni pastaynikka yurish kerak. Albatta. Buni pastayanni boshlaringga kiyib yurmasalaring ishtiroq qiladi. Bu yer shunaqa joy, yigitlar.